Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan VIP Gaming YouTube kanali. Bu akkaunt o'zimning akkauntim. Narga sizlarga tushuntirish uchun ochilgan edi. Bu meni o'zimning akkauntim. Men bu akkauntda anchadan beri o'ynayman. Akkauntimda nimalar bor? Akkauntim urovень 21. Nikambek Xanov. Hop. Mashinalarga keladigan bo'lsak, общий mani 8 ta mashinam bor, 7 ta mashinam bor, bitta yaxtam bor. Xo'p, birin-ketin tanishtiradigan bo'lsam, bu mashina Mercedes Benz CLS AMG. O'zimga juda yoqadi. Hop, keyingi mashinamiz. Keyingi mashina Mercedes vinil qishda qo'yilgan, shuning uchun shunaqa bo'lib qolib ketgan. Vinil almashtiraman buni. Nomer lekin alohida tema. Hop, keyingi mashinamiz Gazel ichida skin, nomer, aksessuarlar bor. Hop, bundan keyingisi Lamborghini Revento. Yaqindagi pastda qo'shilgan mashina. Buni ham nomerlari alohida tema. Xo'p, undan keyingisi yaxta. Bu yaxtani bu yoqqa chiqara olaman. Lamborghini Urus. Nima deyapti bu Urus? Xo'p. Buni nomeri inventarimda turibdi. Mana. U 035 UU. Nomerlari ham вообще. Xo'p. Bundan keyingi avtomobilimiz BMW M8 Competition Coupe. Xo'p, mana. Nomer A052 AA Region 53. Undan keyingi mashina bu Ferrari F50. Bu ham hozirgi pazda qo'shilgan. Men bu pazda hali olmaganman. Hamda yopiq. Lekin buni Rinokdan borib sotib oldim. Xudo xohlasa, bu pazni ham olib turib hamma mashinasini obzor qilaman. Avtopark shu bilan tugaydi. Gazel. Gazeldagi turgan nomer Gazeldan qimmat. Xo'p. Ichida aksessuar, skin to'la. 10 ga kirganidan beri hamma skinlar shu yerda. Buni hisob qo'yamiz. Nomerlar 101 bek, 3 ta B'lar, 3 ta S'lar, 3 ta X, 3 ta P, 3 ta 8, 3 ta O. Har xil nomerlar bor.
Mani kvartiram Arzamasda. Arzamas kartaning o'rtasida, yuragida. Kirganinglarda bu yoqdagi 3-kvartira meniki. Yo'qmidi? Ha, bunisi 4-chi ekan. Adashdim. Xudo xohlasa semya ochaman. Hammani semyada kutaman.